Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Avondan kelgan zakazlarimni ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Avonning ofitsialniy saytidan zakaz qilingan, ya'ni avon.ru. Hech qanaqa bir oxirgi paytda ko'pchilik Telegramdan yozishyapti, podelka emasmi deb. Yo'q qizlar, podelka emas. Sizlar kompaniyaga a'zo bo'lganinglardan keyin primoy kompaniyani o'zidan zakaz qilasizlar. Tim bo'li ichki narxida qizlar. Endi ko'pchilik a'zo bo'lishni xohlamaydi, shuning uchun ularga ya'ni men orqali zakaz qilishadi, yetkazib beraman. Shuni hisobiga katalog narxida sotaman ularga. Endi hozir zakazimizni ochamiz. Nima zakaz qilganman? Hammani sevimli mahsulotdan doim yaxshi ko'rib ishlatadigan, o'sha korobkadan sezgan bo'lishlari kerak. O'sha hammani eng yaxshi ko'rib ishlatadigan atirlardan biri Incandescence Klassikdan mana zakaz qilingan. Qizlarjonlar, Incandescence oxirgi paytda Rossiyada juda ham kamnamo bo'lib ketgan. Attiga 2 soatga butun Rossiya bo'yicha prodajani e'lon qilgandi. Potur-putur qilib xullas kalom zakaz qilib oldik. Juda ko'p qizlarim juda ko'p kolичествоda olishdi. Menga esa attiga 3 dona zakaz bo'ldi. Shuning uchun shularni zakaz qildim. Aksiya tugagandan keyin, ya'ni skladda tugagandan keyin meni e'lonimni ko'rib juda ko'p qizlar zakaz qilishdi. Afsuski ularga yetmadi. Bo'lmasam bu korobkada emas, naborot kattaroq korobkada ashuncha duxi bo'lish kerak edi. Xudo xolisa bu kunlarim o'tib ketadi. Oldingi holatlarimizga qaytib qolamiz inshaalloh. Umid qilib boriga baraka deb ishlab kelyapmiz qizlar. Incandescence atiri juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Hozir ochib ko'rsataman sizlarga. Korobkasini ehtiyot qilish kerak-da, chunki bu klientga-yu. Вот, mana ochishimga уже hidi gupillab kelyapti qizlar. Ochishimga mana qaranglar. Qanaqangi chiroyli. Hamma yaxshi ko'radi. Уже dizayni ham вообще zo'rda. Men idishlariga уже oshiqman. Buni juda ko'p aytaman. Atirda uncha sepmasam ham, bu atirlar menga yoqmasa ham, misol uchunda любой magazindan, любой sitvoydan misol oladigan bo'lsam, уже idishi yoqsa ham olaveraman, hidi yoqmasa ham. Nimaga? Chunki stolikimda chiroyli bo'lib turadi, ya'ni. Komod ustiga terib qo'yaman atirlarimni. Biror kun xohlasanglar obzor qilaman kosmetikalarım, kunlik uxodlarim haqida. Agar shu haqda video tayyorlashimni xohlasanglar, kommentariyaga yozinglar, shunga qarab video tayyorlayman. Chunki sizlarning fikringiz muhim, shunga qarab harakat qilaman. Agar hech kim yozmasa, значит kerak emas deb bilamanda video tayyorlamay qo'ya qolaman qizlar. Incandescencedan 3 ta zakaz qilganman. Undan tashqari yana zakaz bo'lishi kerak. Qaranglar, mana bunaqa chiroyli qilib upakovka jo'natishibdi. Вот, aytdim-ku. Bu yerda pomada zakaz qilganmiz. Bitta klientim matoviy pomada zakaz qilgandi. Nomi mana bunaqa, mana. Даже o'qisanglar ham bo'ladi. Mana Polshada ishlab chiqarilgan qizlar. Ultra matoviy pomada. Mana ko'rishingiz mumkin qizlar. Rangini ham qaysi birini tanlagan bu qizimiz ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu pomadadan zakaz qilgan 599 rubl adashmasam. Katalog narxi. Mana qizlar, zakazlarim ozgina, sozgina Avondan. Oxirgi paytda unaqa qizlarga e'lon berib, har birini oldiga katalogda olib borib, tushuntirib, unaqa qilgani oxirgi paytda sal nima deydi, dangasaroq bo'lib qolganman desam ham bo'ladi. Shunaqa qilib borib, ular bilan gaplashib, har bitta mahsulotlarni tushuntirib, shunaqa qilsangiz albatta zakazingiz ko'p bo'ladi, lekin shu через Telegram orqali shu o'zimning yaqin dugonalarim, tanishlarim zakaz qilgan bo'lsa, misol shularni zakazini jo'natib bilan lechning zakazimni yopib olyapman. Endi xudo xolisa sekin-sekin harakat qilish kerak, чтобы ko'proq foyda olish uchun yoki ko'proq reklama qilish uchun, YouTube'ga ko'proq video qo'yish uchun nima desam bo'ladi.
o'sha odamlarga borib katalogda ko'rsatib, misol uchun ko'pchilik katalogda ko'radi, tushunmaydi. Ming rus tilini yaxshi bilsa ham yoki aksiyalarda rublda yozib qo'ygan bo'lsa ham ko'pchilik tushunmaydi. Uni o'tirib podrobno tushuntirish kerakda. Вот mana shunaqa ko'p qizlarni shunday bitta xonaga to'plab turib shunaqa o'tkazardimda, maslahat berib, kimga nima kerak, kimga qanaqa atir, bilasizlarmi, shunaqa qizlarimiz ham bor, hattoki o'ziga atir tanlay olmaydida. Shunaqalarga xullas ko'p uchrashuvlar o'tkazardim, lekin hozir juda dangasaroq bo'lib qolganman. Shuning uchun kunlar isib qoldi. O'sha Xudo xolasa sekin-sekin shunaqa ishlarni ham yo'lga qo'yib, zakazimni ko'paytirishga harakat qilaman. Qizlar, hozirgi zakazlarim mana shu, ya'ni Avon katalogidan 2025-yil aprel oyini zakazlari. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.